Gazoblok apparatini so'raganlar uchun maxsus 1 tonnalik suv yo'mkisi, buni zakasiga qarab ham yasab beramiz. Suv nasosi, shunaqa tentlari, boshqaruv upravleniyasi bo'ladi. Ikkita tent suv nasosini boshqarish uchun, bitta krayniga ikkita tenti, bitta suv datchigi bo'ladi do'stlar. Keyingisi yarim kubalik mishalkasi bo'ladi. Shunaqa ko'rinishda ballonlari bilan bemalol shag'alli, qumli joylarda yurish uchun maxsus. Boshqaruv upravleniyasi, motori, ichida mikserlari bilan bo'ladi. Do'stlar, ikkita qolipi bo'ladi komplektida. 2,5 eni bo'yi, eni 60 bo'ladi. Shunaqadan ikkita bo'ladi, 12 ta g'isht chiqadi. 20, 30, 60 g'ishtdan 12 ta chiqadi bittasidan, ikkitasidan 24 ta chiqadi do'stlar. Va uni kesish uchun обязательно reskamiz bo'ladi. Xohlasangiz 10 lik kesib olasiz, xohlasangiz 20, 30, 60 kesib olasiz. Do'stlar, mana shunaqa gazoblok g'ishtlarimiz chiqadi. Ko'rinishiga baho beringlar. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dasturlarimiz bepul do'stlar.